Fransiyaning janubida sel oqibatida 5 kishi halok bo'ldi. Hududdagi 3,5 mingdan oshiq aholi xavfsiz joyga ko'chirildi. 8 yoshdagi qiz bedaraklar qatorida, uni qutqaruvchilar bilan ehtiyotchilar izlab yuribdi. Havoning pasayishi Ispaniyada ham kuzatilib, suv toshqini yo'llarni yuvib ketdi. Rossiya rublining pasayishi G'arb kirgizgan sanksiyalar ishlagandan deb bildirdi. Yevroittifoq vakillari 1 dekabrda rublning narxi 8% ga tushib $1 53.29, 1 yevro esa 66.50 rublni tashkil qildi. Joriy rus valyutasining narxi 40% dan ko'p arzonladi. AQShning politsiyalari endi video kameralarini taqib yuradi. Tashabbusni ko'targan prezident Barak Obama bu loyihaga Kongressdan $263 million so'radi. Kameralar politsiya bilan fuqarolarning turli vaziyatdagi ziddiyatlarini yozish maqsadini ko'zlaydi. Loyiha 18 yoshdagi qora tanli o'smirning politsiya tomonidan o'ldirilgandan keyin amalga oshmoqda.